O'g'lim 2 yoshga to'ldi. Bu degani gijjaga qarshi dorini ichishni boshlash kerak degani. Shuning uchun hozir sovuni bog'chadan olib, aptekaga tushib, gijja dorisini olib, sovuga birgalikda ichtiramiz. 2 yoshdan boshlab bemalol gijjaga qarshi dorini ichsa bo'ladi. Agar kimga gijjaga qarshi dori kerak bo'lsa, shu Gangnam Style Cosmetics profilimdan bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Uni har 6 oyda ichiladi va bitta pachkani ichida bir donagina dori bo'ladi. Har 6 oy, yilda 2 marta degani, yilda 2 marta iste'mol qilsangiz ichingizda hech qanaqa hasharotlar va qumursqalar paydo bo'lmaydi. Hozir birgalikda sovuni bog'chadan olib, aptekaga o'tib, dorisini olib, birgalikda ichtiramiz. Ketdik. 기생충 약이 있어요? 몇 개 드릴까요? 2개요. Och qoringa ichish kerak dedi. Gijjaga qarshi dorini och qoringa ichish kerak ekan. Endi sovuni bog'chadan olib birgalikda ichtiramiz. Mami 보고 싶었죠? 뭐야? Shinbay. Mana gijja dorini endi sovunga beramiz. Birinchi marta ichishi 2 yoshga to'lgani uchun endi bemalol ichsa bo'ladi. Nyam kokok. Tamosi bir pastojey bo'ldi. Mana bitta pachkaning ichida shunaqa bitta dori bo'ladi xolos. Har 6 oyda faqat bitta dorini iste'mol qilasizlar. Bir yilda 2 marta iste'mol qilasizlar bo'ldi.